bugun O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tizimidagi korxonalardagi o'sha yosh xodimlar o'rtasida Brain Ring, demak, intellektual turniri bo'lib o'tmoqda. Umumiy maqsad o'sha yoshlarning yanada o'sha bilimli, o'z sohasida yanada oldinga qarab intilishi uchun qilinayotgan shart-sharoitlar natijasi. Buning uchun esa o'sha rahbariyatga, o'sha O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati o'sha yuqori rahbarlariga rahmatimizni aytib qolamiz va bular davomli bo'lishini demak umid qilamiz.